Geldik, özüm Qoraqalpog'istondanman. Zo'r. Bu mashinada yengil geldik. Rasxod bo'lgan yo'q. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, qiyinchilik bo'lgan yo'q. Yaxshi, hamma narsa sharoitlari zaxonni geldik. Wi-Fi'larni uylab geldi. Wi-Fi'larni ulab, zaxonni. Erkin aka. Wi-Fi bor. İnşallah yaxshi keldi, Xudoga shukr. Men Tojikistondan, Qavadiyondan. Salomat keldik. Lux mashin, Toyota. Rasxod bo'lmadimi? Yo'q, rasxod umuman yo'q. Rasxod ham yo'q. Zakonda ishonchli. Ishonchli. Gazini bo'lsangizlar. Ayting. Bizlar yaxshi zakondan umid keldik, hammasi yaxshi. Bizlar Elliqal'a Kalelindanmiz. 4 yildan. Assalomu alaykum. Bu Breskin bizdagi men Hech narsa yo'q edi menda mena. Bir so'm rasxod aytmay keldim zakondan. Qo'rqmay mana beringlar. 1000 rubl rasxod bo'ldi, 1000 rubl bir yerda. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bernidan biri. Men Rostov-na-Dondan gapirman. Gap yo'q bayri zakonning. Ishonchli. Xudo zakondan Katpalovga keldik. Mana qaraga keldik. Bu yoqqa bir. Assalomu alaykum, большой To'yistonni. Nag'zamma so'z olmadim shofyor, nag'zay Wi-Fi Kurchatkada yagon rasxod niz. Ammo shofyorlar rahmat bugun hamma kasa. Voy qabodiyon mesham. Kim kelmoqchi bo'lsa, telefonlarni qoldiramiz, kelaverasizlar. Endi rasxod bo'lishi mumkin, 1-2 so'm ko'rdi. 1000 rubl rasxod bo'ldi. Bu omad. Xudodan. 7 kishidan 7 kishidan 1000 rubl bo'ldi.